Qazo qadarga ishonish, ya'ni taqdirga ishonish iymonimizning 6-to'riki. Undaqda taqdir degan nima? Taqdir Allah Taala'nın kainatda bo'lgan va bundan keyin bo'ladigan barliq narsalarning sifatlari va holatlari va ulardan yuz beradigan ish-harakat va hodisalarni ularni yaratishdan burun cheksiz ilohiy azaliy ilmi bilan tafsiliy yozganligi va shu bo'yicha yuz berishini ko'rsatadi. Ya'ni dunyoda maydonga kelgan va bundan keyin maydonga keladigan hamma shay'i Allohning ilmi, irodasi va yaratishi bilan bo'ladi. Masalan, qachon tug'ilib, qachon vafot topishimiz, dunyoda nima ishlarni qilishimizni Alloh burun o'zining zamon makon cheklamasiga uçurmaydigan azaliy ilmi bilan yozib bo'lgan. Biz shu bo'yicha yashab Alloh bekitgan vaqtda vafot topamiz. Ya'ni taqdir Alloh taolaning mahluqotlardagi o'lchami. Alloh taolo Qur'on Karimda inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Biz hamma narsani taqdir bilan, ya'ni o'lcham bilan yaratdik deydi. Endi taqdirga aloqador bir qism kallamizni qo'chiydigan savollarga javob topamiz. Alloh hamma ishni burun bilib yozayotgan tursa, bizning ixtiyorligimiz va tanlash huquqimiz yo'qmi? Undaqda bizning tirishqinimizning nima foydasi bor? Odatda hodisa va ish-harakatlar 3 turlik bo'ladi. Birinchisi, odamda yuz beradigan hodisalar. Masalan, odamning tug'ilishi, o'g'il, qiz, egiz paka bo'lishiga o'xshash odamning o'zida yuz beradigan hodisalar. Bu hodisalarda insonning ixtiyorligi bo'lmaydi. Alloh qanday bekitgan bo'lsa, Alloh qanday yaratgan bo'lsa, shu bo'yicha yashaymiz. Ikkinchisi, odamga yuz beradigan hodisalar. Masalan, odamga har xil kasallarning tegishi, mashina so'qib o'tishi, put-qo'llarimizning sunishiga o'xshash odamga sirtdan yuz beradigan hodisalar. Buningda insonning ixtiyorligi bo'lmaydi. Uchinchisi, odamdan yuz beradigan hodisalar. Masalan, yaxshi yomon ishlarni qilish, tirishish yoki tirishmaslikka o'xshash odamdan yuz beradigan hodisalar. Buningda insonning tanlash huquqi va ixtiyorligi bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo bizning qilgan har bir ishimizdan mas'ul tutadi. Bizga tanlash huquqi va ixtiyorligi berilganligi uchun Alloh taolo bizga uni qil, buni qilma deydi. Agar bizga tanlash huquqi berilmagan bo'lsa, Alloh taolo bizga uni qil, buni qil demasdi. Ba'zi kishilar yomon ishlarni qilib bo'lgandan keyin yoki o'zi tirishmay, mening peshonamga pukilgan taqdir mush o'xshaydi deb o'zining jinoyati yoki tirishmasligini Allohga yuklamoqchi bo'ladi. Amaliyotda bu taqdirni mushriklarcha va jahiliyatcha tushunish. Mushriklar o'zining Allohga shirk keltirish sababini dal mushundaq tushuntirgan. Alloh taolo ularning so'zini bayon qilib mundaq deydi: "Sayaqulul ladina ashraku law sha'a Allohu ma ashrakna va la abauna." Agar Alloh xohlagan bo'lsa-da biz Allohga shirk keltirmaydik, bizning ota-bobolarimiz Allohga shirk keltirmaydi deb o'zining shirkdan iborat bu cho'ng jinoyatini taqdirga, Allohning xohishiga yuklab qutulmoqchi bo'ladi. Alloh taolo ularning bu tuhmatlarga reddiya berib, "Va in antum illa takhrusun." Sizlar Allohga tuhmatni chaplayotsizlar deydi. Hazrat Umarning huzuriga bir o'g'ri elib kelinadi. Hazrat Umar o'g'ridan "Sen nima sababdan o'g'irlik qilding?" deb so'raydi. O'g'ri "Men Allohning taqdiri bilan o'g'irlik qildim" deb o'zining jinoyatini taqdiriga yuklab qutulmoqchi bo'ladi. Hazrat Umar "Undaqda men Allohning taqdiri bilan sening qulog'ini kesaman" deydi. Yana bir qatim Hazrat Umar Shamga mangan safarida oldidagi bir shaharda vabo kasalining tarqalganligi xabari keladi. Hazrat Umar xabarni olgandan keyin "Hammamiz mushada qo'nib qolamiz, shaharga kirmaymiz" deydi. Abu Ubayda ibn Jarrah degan sahabi "Ey Umar, sen Allohning taqdiridan qochib o'tamsan" deb savol qo'ydi. Umar radhiyallohu anhu "Kashki mushu gapni sendan boshqasi degan bo'lsa" deyish orqali Abu Ubaydaga taqdirni bundoq tushunishning yarashmaydiganligini aytdi va taqdirni nihoyat go'zal shaklda tushuntirib, "Ey Abu Ubayda, men Allohning taqdiridan Allohning taqdiriga qochaman" deb javob berdi. Hali ham nurg'un kishilar taqdirni mushuningdek xato tushunib olib mas'uliyatdan qochmoqchi bo'ladi. Ya'ni Alloh taolaning burun ishlarni bilib yozayotganligini Allohning bizni majburlashi yoki Alloh shundoq yozganlik uchun bizni so'ridi deb tushuna oladi. Amaliyotda Alloh yozganlik uchun shundoq bo'ldi emas, biz shundoq bo'lganligimiz uchun Alloh yozgan. Masalan, men bir egiz do'ngning ustida turib, ikki tarafdan soatiga 300 kilometrlik suratda kelayotgan ikki poyezni ko'rdim. Men o'zim bilgan matematik hisob bo'yicha musofani hisoblab, bu ikki poyez mush suratda kelsa 10 minutdan keyin so'qiladi deb yozdim. Darvaqa poyez 10 minutdan keyin so'qildi. Bu ahvolda poyezdagilar "Sen yozganliging uchun poyez so'qildi" deyishi to'g'rimi? Men yozganligim uchun poyez so'qildimi? Yo'q, men poyezning so'qilganligini bilib yozdim, ammo poyezning so'qilishini mening yozishim majbur qilmadi. Bir ishni bilish shu ishning vujudga chiqishini bildirmaydi. Masalan, biz olmani yumuloq deb bilamiz. Biz olmani yumuloq deb bilganligimiz uchun olma yumuloqmi? Yo'q, shuningga o'xshash Alloh taolaning bizning nima ishlarni qildiganligimizni bilishi va yozishi bizning u ishlarni vujudga chiqishimizga majbur qilmaydi. Alloh taolo hamma ishlarni biladi. Qaysimizning dozoq kirishini, qaysimizning jannat kirishini hammani biladi. Undaqda yana bizni imtihon qilib nima qiladi?
Agar o'quvchilarning ahvolini bildigan bir o'qituvchi o'quvchilarning ahvoliga qarab imtihon olmasdan biriga 100 nomer, birininga 70, birininga 50, birininga 30 nomer qo'ysa, o'quvchilar bunga rozi bo'lamdi? Yo'q. 30 olgan o'quvchi men 90 olatdim deyishi mumkin. 50 olgan o'quvchi men 100 olatdim deyishi mumkin. Ham bu yerda o'qituvchining adolati namoyon bo'lmaydi. O'qituvchining adolati namoyon bo'lishi uchun va bizga hech qanday bir hujjat qolmasligi uchun bu yerda imtihon elinishi kerak. Shuning o'xshash Alloh taolo garchi qaysimizning jannatga, qaysimizning dozoq kirishini bilsa-mu, o'zining adolati va ilm qudratini namoyon qilish uchun bizdan imtihon oladi. Bu taqdir masalasida biz qancha cho'nqir izlansak, aqlimiz tegi yetolmaydigan bir narsaning borligini his qilamiz. Bu dal Allohning cheksiz ilmini bizning cheklik ilmimiz tunib yetolmaydiganligini ko'rsatadi. Shuning uchun taqdir Allohning siri deyiladi. Taqdirga bo'lgan iymon izdinish orqali tushuniladi, ammo Allohga taslim bo'lish bilan to'liqlanadi. لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر